Oh my god. Yana Xitoydan posilka keldimi? Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek ulachim do'stlar. Bugungi videomizda Xitoydan kelgan posilkamizni ochib ko'ramiz. O'zi telefonmi yoki boshqa narsami? Hozir shu savolimizga oydinlik kiritib olamiz. Va o'zingizlar ko'rganlaringdek do'stlar, biz hozir ochiq tabiatamiz. Aniqroq shu ko'chadamiz do'stlar. Yangi formatimiz sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar yoqmagan bo'lsa, o'sha eski o'zimizning xonamizda syomkamizni davom ettiramiz. Va unboxingni ham jidda qilamiz. Korobkamizni ochib olamiz. Voy, ana telefon ikkiga bo'lib o'rgan bo'lsam, ha. Orqasidan ochib. Oldidan ochib. Qar. Fantastik telefon. O'xshab turibdi. Tak. Tanam deydi. Tak. Ko'rishinglar mumkin. Voy, shunaqa hidi chiqdi boru. Xitoyga hidi keldi. Tak, telefonimiz beton. Har doimgidek. Tak. Mana bu yerdan blok pitaniyamiz 18 vatli blok pitaniya ekan. Shunday beton telefonga 18 vatli blok pitaniya va Type-C kabelimiz ekan. Endi telefonimizni oladigan bo'lsak, telefonimizning tagida hech kim kerak emas. Talon qog'ozchalar, sim karta uchun skripka va brelok. Tak, juda ham zo'r. Telefonimizning dizayniga keladigan bo'lsak do'stlar, birinchi endi og'irligi haqida gapiraylik-da. Ancha muncha og'ir. No, yarim kilo chiqsa kerak deb o'yladim. Endi bu yerda yozib qo'yganda 90 Hz ekan va 11000 mAh batareykasi va 256 talik ekan do'stlar. Endi nima desa bo'ladi, power bank qilib ishlatsa ham bo'lar ekan do'stlar. Endi paketimizni ochamiz. Xo'p, telefonimizning dizayni do'stlar, noodatiy, hamma telefonlar singari emas do'stlar. Endi bu ko'proq harbiylar uchun chiqarilgan telefonmi deb o'ylayapman. Endi knopkalarimiz yoqimli, juda ham yaxshi ovoz chiqarar ekan va tak, zaryad tiqadigan joyimiz nima desa bo'ladi, himoyasi ham bor ekan do'stlar. Suv, chang, shundan himoya qilib berar ekan. Va endi do'stlar, hozir kamerasini ham va necha marta zaryad olish va 11000 mAhlik batareykamizni necha soatga yetishi va o'yin jarayonlarini ham kerak bo'lsa, hammasini hozir tekshirib ko'ramiz do'stlar. Ketdik. O'yinda test qilishimdan oldin telefonni o'zi asli ishlatib ko'rdim do'stlar. Hammasi o'z joyida, qochishlar yo'q. Endi PUBG o'yiniga o'zi necha sekundda kirar ekan, hozir tekshirib ko'ramiz do'stlar. O'yinga ham kirib oldik do'stlar. Necha soniyada kirganimizni o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Boshida kirganimizda telefonimizni zagruzka qilib oldimi, unisini bilmadim, chunki boshida qochishlar bo'ldi. 1-2 daqiqadan keyin ozgina bo'lsa ham o'ziga kelishi boshladi. Xo'sh, ana endi o'yindagi testlarimizni boshlaymiz do'stlar. Hozircha o'zingizlar ko'rganingizdek ishlab bermoqda. Samolyotdan sakragarimizda kamchiliklarimiz bo'lmadi. Va yerga tushganimizda ham do'stlar jiddiy layklar bo'lmadi do'stlar, lekin telefonimizning sezilarli darajada FPSimiz past ekan. Buni o'yin davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Undan oldin o'zi asli telefonimizda giroskop ishlaymikan? Hozir shuni ko'rib chiqsak. Qoyil giroskopimiz bor ekan do'stlar va yaxshi ishlab berar ekan. Ana endi Closefy jarayonlarimizda o'zi asli telefonimizni qotadimi, qotmaydimi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Closefy jarayonlarimizdan o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar, to'g'ri ozgina bo'lsa ham layklar bor, buni tan olishimiz kerak. Xo'p, endi oldimizda turgan mashinani portlatib ko'ramiz. Undan ham qattiqroq layklar bo'ladimi? Hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Afsuski, mashina portlaganda ham do'stlar telefonimizda ozgina bo'lsa ham qochishlar bo'ldi. Ana endi oldimizda turgan odamni granata bilan portlatib ko'ramiz. Unda ham qotarmikan? Shuni tekshirib ko'ramiz. O'lib qolgan bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham qochishlar bo'ldi va yana bir marta sinab ko'ramiz.
Atrofimizda juda ham ko'p odam bo'lishiga qaramay do'stlar, lekin bu safar telefonimizda qochishlar bo'lmadi. Va ancha-muncha telefonlarni qiynab qo'yadigan joy Bootcampga tushib ko'ramiz. Bootcampda ushbu telefonimizda o'ynasa bo'ladimi o'zi asli? Shuni hozir tekshirib ko'ramiz. Lekin samolyotdan sakraganimizda ozgina layklar bo'ldi. Yerga tushganimizda ham sizlarli darajada qochishlar bo'ldi, afsuski do'stlar. Afsuski ushbu telefonda Bootcampda o'ynasiz, sochinglarni ozgina bo'lsa ham oqartirishi mumkin. Va endi oz qilmaring ikki telefonimizni necha FPS ishlashini aniqini hozir ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Grafikani planni qo'yganimizda biz 45 FPS ishlab beradi. Planni balansga o'tkazganimizda ham 45 FPS, vысокий qo'yganimizda esa 30 FPS ga tushib bo'ladi. Maksimum ultra HDR, ekstremal HDR вообще ishlamaydi do'stlar. Faqatgina planni balansi 45 FPS ishlab beradi. Lobbida ham xuddi shunaqa do'stlar, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Planli balansi 45 FPS va высокийda 30 FPS ishlab beradi do'stlar. Grafikamizni 45 FPS maksimum qilib ko'ramiz va nimada o'zgarar ekan hozir tekshirib ko'rsak. Va ushbu telefonimizda og'ir o'yinlardan biri Delta Force o'yinini ham o'ynab ko'rdik do'stlar. PUBG Mobile o'yinida maksimum 45 FPS ishlab bersa, Delta Force o'yinida esa 20-30 FPS oralig'ida ishlab berar ekan do'stlar. FPSimiz sal pastroq bo'lganligi sababli ozgina laglarimiz bor, lekin do'stlar juda ham jiddiy qochishlar yo'q bo'lganligi sababli bemalol maza qilib o'ynasanglar ham bo'lar ekan 20-30 FPS ni o'zida ham do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, o'yin jarayonlarimizni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Birinchidan bu telefonimizni o'yinlarda ozgina qotdi. Ikkinchidan esa bu telefonimizni o'yinlar uchun chiqarilmagan do'stlar. Bu narsani ham inobatga olishimiz kerak. Uchinchidan do'stlar, ushbu telefonimizning narxi $130 va $130 ga do'stlar bunaqa ishlab beradigan, aniqrog'i 45 FPS ishlab beradigan telefonni menimcha yo'q bo'lsa kerak. Agar bor bo'lsa $130 ga 45 FPS telefon kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi ushbu telefonimiz o'zi asli ekstremal ishlaydiganlar uchun chiqarilgan do'stlar. Ya'ni o'sha quruvchilar deymizmi, harbiy deymizmi yoki o'rmon dalalarda ishlaydigan insonlar uchun chiqarilgan do'stlar. Va ushbu telefonimizda Mil SD810H harbiy himoyasi mavjud do'stlar. Ya'ni 1 metr balandlik bo'ladimi, 1,5 metrlik baland bo'ladimi, qo'lingizdan tushib ketsa do'stlar telefonimizga hech narsa qilmaydi do'stlar. Va shunga qo'shilgan holda telefonimizda IP68 himoyasi ham bor do'stlar. Buni o'zingizlar bilasiz, suv va shu changdan himoyasi bor. Suvda bemalol 1,5 metrlik pastlikda 30 minutgacha chidab bera oladi do'stlar. Tasavvur qilasizlarmi? Bundan tashqari IP69K himoyasi ham bor do'stlar. Karcher urasizlarmi, ya'ni o'sha naporli suvlarga ham himoyasi bor va telefonimizda 80 gradusgacha suvda chidab bera oladi do'stlar. Endi telefonimizning qisqacha xarakteristikasiga keladigan bo'lsak do'stlar, telefonimizning ekran hajmi 6.56 dyum va IPS matritsa HD+ 90 Hz do'stlar va qalinligi 18 mm do'stlar va og'irligiga keladigan bo'lsak do'stlar 395 gram, почти yarim kilo de do'stlar. Hop, endi telefonimizning batareya hajmi boya aytganimdek 11000 mAh, korobkasidan 18 vatli blok pitaniya chiqadi. Endi 18 vatli blok pitaniyamizni ushbu telefonimizni 0 dan 100% gacha 2 soat 50 daqiqada to'ldirib berdi do'stlar. Bu narsani biz sinab ko'rdik do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, telefonimizning batareyasi tugagan do'stlar, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. O'zini zaryadga qo'yibmiz. Aynan soat 10 dan 52 daqiqa o'tganda zaryadga qo'yib ekanmiz. Tak, mana zaryadga qo'ydik. 53 necha soatda to'larkan 11000 mAhlik batareyamiz. Soat 1:30. Уже
99%. Va nihoyat do'stlar telefonimiz 100% bo'ldi. Soatimiz esa 1 dan 42 daqiqa o'tdi do'stlar. Shunda telefonimizni zaryadkaga soat 10 dan 53 daqiqada qo'ygandik va уже 2 soat 50 daqiqada 0 dan 100% gacha dollar ekan do'stlar. Живой eksperiment bo'ldi. Va ushbu telefonimizning batareykasi do'stlar agar 100% bo'lsa, bemalol bir kundan ko'proqga yetadi. Prям nagruzka bilan faqat o'yin, YouTube prям o'chirmasdan ishlasanglar do'stlar, bemalol bir kundan ko'proqga yetadi. Va oxirgi 1% do'stlar bemalol 1 soatdan ko'proqga yetib berdi. Bu YouTube ko'rilgan holatda tekshirib ko'rganmiz do'stlar. Endi protsessorga keladigan bo'lsak do'stlar, Unisoc Tiger T615 NFC moduli bor. Afsuski 5G qabul qilmaydi do'stlar. Maksimal 2 terabaytgacha fleshga oladi va 2 sim kartagacha ko'tarib beradi do'stlar. Endi xotirasiga keladigan bo'lsak do'stlar, o'zi aslida 8 ga 256 gigabaytlik, lekin 8 gigabaytlikni bemalol 24 gigabaytlik qilib ishlasanglar bo'ladi do'stlar. Endi telefonimizning kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 16 megapikselli, frontal aniqroq oldi kamerasi esa 8 megapikselli do'stlar. Va ushbu kameralarga tushirilgan rasm va videolarimizdan o'zingizlar ko'rib do'stlar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Aynan hozirgi videomizda do'stlar Oscar telefonimizning kamerasiga tushirilmoqda. Ko'rishinglar mumkin. Ovozi ham aynan ushbu telefonimizga yozilmoqda do'stlar. Shunaqa gaplar 2x bu. Bu maksimal x ko'rmoqchi bo'lsak, все, 4x ekan maksimalisi. Minimum esa, minimum 1x ekan. Tushunarli. Stabilizatsiyasini ham o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Hozir oddiy yurgan holda videomizni. Mana do'stlar, telefon haqida ma'lumotga ega bo'ldinglar. Endi yoqdimi o'zi, yoqmadimi, kommentariyga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Yoki telefonimizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, opisiyaga silka qoldiraman do'stlar. Silkaga o'tib, Blackview rasmiy do'konidan xarid qilishinglar mumkin do'stlar. To'g'ri, nomi Oscar bo'lishiga qaramay, lekin Blackviewga tegishli bu telefonimiz. Videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Like bosib va yana nima edi? Va videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimdek ulacham bo'ldi va keyingi videomizda qaysi telefonni obzor va test qilishimni xohlaysizlar, uni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan har doimdek ulacham bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, bay bay.